Xullas hozir erimga prank qilamiz. Kamerani joylashtirib qo'yay. Menimcha yaxshi bo'ladi. Dadasi kelinglar, choy ichamiz. O'zi endi bugun ovqatlanamizmi yo'qmi deb o'tirdim. Choying tayyormi? Keyin o'tirib ovqatlanib olaylik. Qornim ochib ketdi. Qizingiz qo'ng'iroq qilyaptimi? Akaratika bilan o'rdak go'shi. Haligi sizga bitta jiddiy gapim bor edi. Shuni ovqat yeb olaylik, keyin gapirsang yaxshi bo'ladi. Nima unaqa taqida uzib tashlaysiz? Har safar bitta gap aytaman desam shunaqa qilasiz, ey. Bo'pti, gapiroq qil. Bo'ldi, gapirmayman. Yoqimli ishtaha. Bozmanda yoqimli bo'ladimi ishtahada? Etaqa. Oling, bo'ldi, aytmayman, xafa bo'ldim. Chunki sal mayli gapirib qo'y, deb ko'ngil uchun aytsangiz ham bo'ladi. Gapirib qo'y. Mana, sizga sovg'am bor edi, oling. Shokoladmi? Nice. Uyimiz to'la shuncha shokolad, yana menga shokolad olib kelding. Buning sog'lig'i semirib ketadi, bilasanmi? Shokolad nima? Boshimni razmerimni esingdan chiqarib qo'yding. Ikkita boladingmi? O'g'lim ayajon sizga shapka olib ketdi, qani? Dildor. Sen hazillashmaysanmi? Yo'q. Baraka topkur, hali bolalarimiz yosh-ku. Nima qilay, xudo beraman desiz? Xursand emasmisiz? А что, так можно было, что ли? Yo'q, xursandman, baribir bolalarimiz yosh. Xursand emasmisiz? Yo'q, xursandman, Allohga shukr. Alhamdulillah. Ha, qaytdi. Ovqat yesang? Baraka topkur, ikkita endi 3ta bo'lar ekan, men ishlashim kerak. Bularning kashasi bor, pampersi bor. To'xtang. Qarang. Hop, Hazillashdim. telefonimni olib qo'yib. Hazillashdim. Hazillashdim. Prank qilyapti, telefon.